Hammaga salom akalar. Bu videoda siz bilan ayollarning qo'lidagi erkak kishiga qarshi ishlatiladigan eng kuchli qurol haqida gaplashamiz. Bu qurol ishlatilganida odatda erkak kishi lashara bo'lib qolib ketadi. Shundagida pul tugab qoladi, ayol kishi uchun bitta latta bo'lib qoladi va oxir oqibatda oila qurgan paytida u xotinning puli bo'ladi, обязательно kabluk bo'lib, kablukdagi kirib ketadi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Endi meni fikrimga o'tamiz. Agar bu qurolni ayollarda oqtargan bo'lsangiz, topa olmaysiz albatta. Chunki bu qurol ayollarda emas, ayollarning qo'lida emas. Bu qurol sizda. Bu sizga ishlaydigan qurol bu va bu sizning nafsingiz. Keling endi bu hayotda sizga qanaqa zarar berishi mumkinligi haqida gaplashamiz. Birinchi navbatda hozirgi jamiyatimizdagi bo'layotgan narsalarni bir inobatga olib, men sevgi, muhabbat haqida gaplashmoqchiman va bu mana shu nafsning ichiga kiradigan tushuncha. Ayniqsa hozirgi kunimizdagi sevgi, muhabbatni qanaqa ko'rinishga ega bo'lishi va mana shu nafsni bitta turi men uchun. Endi albatta bu gapim bilan uylanayotgan paytingizda sevgi, muhabbat bo'lmasligi kerak demoqchi emasman. Bo'lsin, albatta bo'lsin, busiz ilojisi yo'q. Lekin sevgi, muhabbat bo'lgan paytda aqlni o'chirib qo'ymaslik kerak. Hammamiz ko'rgan bo'lsa kerak, Instagramda bu keng tarqalib ketdi bu voqea. Bir yigit o'zini xotiniga mashina sotib olish uchun pochkasini bittasini sotibdi, durrak. Endi bu yigit ham o'zini erkakligini isbotlayman degan. Ko'pchilikning tushunchasi bo'yicha erkak kishi ko'pgina pul topishi kerak, ana shunda erkak kishi bo'ladi. Bu endi meni fikrim bo'yicha bu katta xato. Chunki siz o'zingizni manfaatingizni chekkaga chiqarib, xotiningizni manfaatini ustun qo'yadigan bo'lsangiz, siz ayol kishining oldida, xotiningiz oldida siz bitta lattaga aylanib qolasiz. Boshqachasiga ilojisi yo'q. U tabiatni qonuniga to'g'ri kelmaydi. Siz o'zingizni xotiningiz uchun qurbon qilib yuboradigan bo'lsangiz, xotiningiz sizni seva olmaydi. Bu tabiatni qonuniga zid. Endi sevgi, muhabbat o'zi nima? Birinchidan, tabiatda nuqtai nazaridan bu savolga javob beradigan bo'lsak, sevgi, muhabbat ikkita sog'lom odamni, ya'ni yigitni va qizni ikkalasi ham sog'lom, mana shularni aqli esi hushi joyida odamlarni aqldan ozdirib birlashtirish kerak. Birlashtirib, yangi hayotni dunyoga keltirish kerak. Bu tabiatning logikasi. Buning uchun yigitni ham, qizni ham organizmiga har xil gormonlar, neuromediatorlar ta'sir qiladi. Va mana shu paytida odam xuddi uni kayf bo'lib ketadi hayot. Hayot juda ham chiroyli bo'lib ketadi, euforiya bo'lib ketadi. Endi mana shu holatda qiz yigitni va aqllik, kuchlik, har tomonlama ustun bo'lishi uchun yigitga ozgina fikrlashini rivojlantirib qo'ygan. Ana shu sababli erkak sivilizatsiyalarda erkak kishi yaratilgan. Da ayollar hozir hali bunaqa gap gapiradigan bo'lsangiz, ayollar sizga aytishadi: "Ayol sivilizatsiyani yaratgan, erkakni dunyoga keltirgan" deydi. Da to'g'ri. Boshqachasiga bo'lishi ham mumkin emas edi. Mana shu proses bo'ladi. Ikkita yigit bilan qiz birlashishi uchun va yangi hayotni dunyoga keltirishlari uchun. Mana shu sevgi, muhabbat. Mana shu sevgi, muhabbat haqida qo'shiqlar kuylanadi, she'rlar yoziladi, kinolar olinadi va kitoblar, romanlar yoziladi, rasmlar ham chiziladi. Juda ham Toj Mahal ham mana shu sevgi uchun qurilgan. Uylanganlar biladi, boshida hamma yo'q shirin damlar o'tadi. Mana shu tabiatda bergan sevgisi, sevgi, muhabbati. Ming afsuski, sevgi uzoq yashamaydi. Mana shu sababli bitta kitob ham yozilgan. Любовь живет 3 года deb. Avtori menimcha Fredrik Bekbederdir, fransuz. Bu o'qib ko'ring. Juda qiziqarli kitob. Menga bitta jumlasi yoqadi. Endi rus tilida o'qiganman bu kitobni. Umumiy qilib sevishganlarda bir-biriga gapirgan gaplari mana shu 3 yil ichida. Birinchi yilda bir-biriga gapiradigan gapi: agar sen meni tashlab ketsang, men o'zimni oynadan tashlayman deydi. Ikkinchi yilda bo'lsa, sen meni tashlab ketsang, men buni endi bir qiynalib bo'lsa ham bir amallab o'zimga kelib olaman deydi. Переживу как-нибудь deydi. Uchinchi yilda sen meni tashlab ketsang, men buni bitta shampanskiy ochib nishonlayman deydi. Mana shunaqa. No, endi men точно ровно 3 yil yashaydi demoqchi emasman. Bu plus minus. Chunki tabiatni o'zini logikasi bor shu joyda ham.
ikkita debil uchrashib, bular birga bo'lib, farzand tug'ilib, mana shu farzand ikkita oyog'ida yurishni boshlagunigacha 3 yil vaqt kerak. Mana shu sababli odatda mana shu bitta farzand tug'iladi, ajrashib ketishaveradi. Bitta farzand tug'iladi, ajrashib ketishaveradi. Ko'pchilik buni aliment deydi, va aliment ham bor bunda. Ya'ni делёжка имущества, ya'ni topgan pullaringni ikkiga bo'lish. Odatda erkak kishi pul topadi, xotini bilan ajrashayotganda yarmini berishi kerak. Mana shunga qiyoslaydi-yu. Bir tarafdan to'g'ri, buni ham logikasi bor endi bu vaziyatda. Lekin odatda sevgi tugaydi. Keyingi holat bu o'z navbatida bu po'xit, ya'ni shahvat deyiladi o'zbekchasiga. Ya'ni hirsini uyg'otib yuboradi erkak kishi. Mana shunaqa holatlar. Instagramlarda har xil chiroyli go'zal qizlarda reelslariga like'lar bosib, tam kommentariylarini o'qiydigan bo'lsangiz, "Oh, mani asalim" deb o'sha dayusligini tan olib qo'ygan podpischiklari bo'ladi. Unaqa chiroyli qizlar. Bu reelsda videoni rasmda ko'rsangiz, bu foydali ish qilmaydi. Prosta tana a'zosini ochib qo'ygan, xolos, bunday qilib ko'rsatib qo'ygan. Xuddi mana shu shahvat deyiladi. Mana shu sizning nafsingiz bo'ladi. Endi Instagramlarga kirib, mana shu qizlarning sahifalarida tam kommentariylar yozib, tam like'lar bosib, unga podpisotalar qilib, buni podpischiklarini oshiradigan bo'lsangiz, bu sizni uni mana shu harakatini rag'batlantirganingiz bu. Endi buni nimasi yomon? Bitta tabiatda qonuni bor. Bizni psixologiya deysizmi yoki bir odamzod tabiati deysizmi? Xullas, biz nimani rag'batlantirsak, biz ana shuni olamiz. Agar siz mana shu qizlarni po'qitga berilganini, shahvatga berilganini, shirkka berilganini siz rag'batlantirsangiz, sizni jamiyatingizda mana shunaqa ayollar ko'payaveradi. Xuddi mana shu po'qit bilan mana oldingi videolarimdan bittasiga kirganlarda kommentini ko'rsangiz bo'ladi. Endi ko'pinikini o'chirib yubordim, ko'rsangiz ular shunaqa toza odamlarki, shu hojatga kirib chiqqanda bir Arabistonda hidi keladi go'yoki. Mana shu akalar bir ajoyib kommentariylar yozib qoldirishgan. Endi videoni nomidan bir analiz qiladigan bo'lsangiz, videoning nomi qanday yigitlarga qizlar 100% berishadi. Dey, mana bu videoda hozir ko'rsam, menga ham qizlar 100% beradigan bo'ladi, sirlarini ochadi deb bitta kirishganda qarasam, mana shu narsa haqida boshqacha qilib gapiryapman. Boshqacha bu bo'lmaydi, bu tushuncha bo'lmaydi deb gapiryapman. Keyin ras qarashyapti-da, ular xohlagan narsa yo'q. Ular boshqacha nastreniya bilan kirganida bu videoni ko'rgan. Keyin menga yoki zinoni targ'ib qilayotgandaqa kommentariy yozib ketishgan. Xuddi mana shu yo'l bilan mana shu xayoli buzuqlarni jalb qilib turib, fikrini bir o'ylantiradigan bir narsa haqida gapirdim. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana shu video 100 mingtadan ko'payib ketdi. Men o'ylamagan edim bunaqa bo'ladi. Uspeh bo'ladi deb o'ylagan edim, lekin bunchalik darajada bo'ladi deb o'ylamadim. Bundan tashqari ko'pini cho'rniga tiqib qo'ydim, haqorat qilganlar. Menda oson odamlar cho'rniga tiqib qo'yish. Menga degeneratlar kerak emas. Lekin bo'ling, men u podpischiklarini soniga kayf qiladigan odamlardan emasman. Shunaqa akalar. Nafsingizni jilovlash uchun sizga din yordam beradi. Boshqa narsa yordam bera olmaydi. Bu sizni aqlingiz albatta, aqlan yondashishingiz bo'ladigan, hayotingizdagi bo'ladigan jarayonlarga. Qaytaraman, sevgi, muhabbat bo'lsin, bo'lmasin emas, lekin aql birinchi o'rinda tursin. Batareyka o'chib qolmasin. O'chib qolsa, siz juda ham ayanchli holatlarga tushib qolasiz. Oxir oqibatda shunday vaziyatlar bo'ladiki, mana ko'p bomjlarni ko'ringda, ko'pini erkak kishi. Bomjlar odatda erkak kishi bo'ladi. Chunki hech kimga kerak bo'lmay qoladi. Chunki nafsini orqasidan yurgan boshida, yoshligidan o'ziga jufti halol tanlayotganida nafsiga quloq solgan, sevgi deb o'ylagan, illyuziyada yurgan sevgi bu zo'r narsadir. Yo'q, odatda sevgi bilan nafsni farqlashni bilish kerak, tushunish kerak. Shunaqa bo'lmasam, erkak kishining hayotini tugashi, u teplatrassada bo'lishi juda ham oson. Juda bo'lmasa ham, u nafsingizga berilgan odam bo'ladigan bo'lsangiz, sizni vaqti kelib, xotiningiz eshikni tagida odatda itga uyqu berishadi, xuddi mana shunaqa uycha qilib berishadi, ana shu uyda o'zingiz yakka ichib yotadigan vaziyat qilib berishadi sizga. Shunaqa akalar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. O'zingizga aqlingiz bor, aqlingiz bilan o'ylang. Aytgancha kanalga obuna bo'ling. O'zingizni fikringizni qoldiring, haqorat qilmang, iloji boricha haqorat qiladigan bo'lsangiz, men cho'rniga tiqib qo'yaveraman. To'g'ri, har xil odamlar bor. Yoqmasligi mumkin gapim. Agar yoqmayotgan bo'lsa,
bir konstruktivni kritika qiling. Men kritikaga ochiqman. Isbotlarini keltirib, keling gaplashib qo'yaveramiz. Xohlasangiz prямой efir qilib ham gaplashib qo'yaveramiz bu narsalarni. Shunaqa. O'zingiz ehtiyot qiling.